Bugungi kunda ey mu'minlar, sizlarga pokiza narsalar halol qilindi deydi. Nimani halol qilgan bo'lsa o'sha narsa pok. Alloh taborak va taolo payg'ambarimizga aytadi: "Va yas'alunaka maza uhilla lahum." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, odamlar siz huzuringizga kelib, o'zlariga nima narsalar halol qilingani haqida so'raydilar. Yo Muhammad, ya'ni yo Rasululloh, ya Nabiyulloh, bizga nima halol deb so'raydilar. Qul uhilla lakum at-tayyibat. Ularga aytib qo'ying, sizlarga faqat va faqat pokiza narsalargina halol qilindi deb aytib qo'ying. Tushunib olyapsizmi? Ikkinchi qoida, Alloh taborak va taolo nimani halol qilgan bo'lsa, demak bu narsalar pokiza bo'ladi. Bugina emas. Parvardigor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zikrlarini qilganda o'sha zotning fazilatlariga bag'ishlangan har qadamda bir toat degan kitob nashrdan chiqqan edi. Sizlarga olib kelish imkonsiz bo'lgan, lekin imkon bo'lgani uchun domlamizdan ijozat olib yetkazyapmiz. Kitobning nomi o'zi insonni ogohlikka chaqiradi. Har qadamda bir toat, har qadamda. Asli do'sti xudolar har nafasda bir toat qiladi. Biz har qadamda bosib ibratdagi, biz bir kunda o'zimiz demak buning ichida o'sha ulug'larimiz axloqlari, manoqiblari, bugungi gaplar ham shunda o'z ifodasini topgan. Albatta o'qigan odamning qalbi huzurlanishi, ruhi sayqallanishi, nafsi tazkiyaga erishishi shubhasiz. Ulug'larga muhabbatning mukofoti qiyomat kuni o'shalar bilan birga bo'lish ekanini o'ylasak, bu kitobning qadr-qiymatini inshaalloh xalqimiz yaxshi anglaydilar. Yigitlarimiz kelishgan, olib xonadonlarga borib kitob nasihon ustida o'qisak, inshaalloh katta foyda olamiz. Alloh shunga yetkazsin. Rahmat sizga. Alhamdulillahi an'ama alayna bi anwa'in ni'ami wa lataif al-ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'lim al-'ilmi wal bayan. Was-salatu was-salamu ala rasulihi al-mab'us bi khayril milal wal adyan. وعلى آله وأصحابه بذور معالم الإيمان وشموس عوالم العرفان سيما منهم على الصديق والفاروق وذي النورين والمرتضى عليهم الرضوان. أعوذ بالله من الشيطان